Assalomu alaykum. Avtosel obunachilar, qadrli yurtdoshlarimiz. Bizning YouTube ijtimoiy tarmog'ida uzoq yaqindan kuzatib turgan do'stlar, podpischilarimiz. Bugun xudo xolasa haftaning yakshanba kuni yeni dam olish, ko'pchilik mashina izlab yurgan bratlarimiz bozorga chiqib, avtosalonlarga chiqib mashina izlab yurdi. Aynan Onyx Premier izlab yurgan yurtdoshlarimiz uchun sizlarga yili toza, kam probegli, ideal holatdagini bir qator tanishtirib, video obzor etib, reklama qilib beramiz. Obzorimizni boshlashdan sizdan so'rab qolgan narsamiz har doimgidek shu videomizga like bosib, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun kam yurgan ideal holatdagi, zo'r narxdagi mashinalarni chiqarib berishda davom etamiz. Xo'sh, esa video obzorimizni boshlaymiz. Kommentariyada fikrlaringizni yozib o'tirasiz, albatta odob doirasidan chiqmagan hollarda. Mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan, qora rangda, kraskalari 100% rodnoy, eng full komplektatsiyasi, ya'ni Premier Plus varianti. Salon narxi taxminiy narxi 220 million so'mlar atrofida. Xo'sh, mashina obsivka holatlari toza, qirchilib yomon bo'lib ketgan yeri yo'q, bo'yalgan detal ham yo'q. Salon plastmassalari necha bo'yalmagan, bemalol ko'rib tekshirib olsangizlar bo'ladi. Qo'jani sostenasini qarang, ideal holatda turishini. Misol ko'p minib tushgandan ishori yirtilib ketadi. Ko'p probeg bosgan Onyxlardan, Trekkerlardan, Malibu Equinoxlardan shunday holat bo'ladi. Funksiyalarga keladigan bo'lsak, avtoparkovkasi bor, rul qizdiradigan funksiyasi bor, keyin klimat kontrol bor, elde ikki sideniya qizadi, arka sideniyalarni полностью qizadi va bespроводной зарядчики bor. Rullarida cruise control, keyin multimedia knopkalari va qiziqlari lyuklar ham bor mashinamizda. Ya'ni eng full komplektatsiyasi bo'lgandan keyin hamma navorati bor. Onyx da mavjud bo'lgan hamma funksiya bor. Keyin tena evakor polik tashalgan. Mashina 2025-yilda zavoddan chiqqan, salondan olib chiqib haydalgan vaqti esa 2026-yil. Hozir mana bilsangizlar salonlarda 2025 kuzovlar bor, ya'ni ular ham texpasportni 25 beradi. Rasroshga alamanda sizdan, nalitga alamanda sizdan ham o'zini tan narxini bir 5 million so'm, 7 million so'm skidkada qo'ydilar. Ya'ni 25-yillarini 2026 emas, 25 olaman, sal arzonroq bo'lsin desangizda. Hozir ham bor uning 25-yillari, bolalar toza turibdi, yumshoq bo'lgan bor, zavodskiy diskalarni, diskalar вообще chiroyli dizaynda ishlangan, yana obsivka holatlari. Yurgani 25 ming kilometr. Rullar ham, ko'jalar ham motoy chiroyli holatda. Niyat etib izlab olaman deb yurgan, mehnat etib yurgan har bir inson nasibasini qilamiz do'stlar. Mashinalar salonisi yetmagan. Sababi 25 ming kilometr nol. Hech qanday kilometr emas bular uchun. Keyin yana zapaskilari umuman yerga tushmagan, kulishlari bilan turibdi, dangrab kulishlari bilan nomerlari olingan mashinamizni. 1.2lik turbina motor bo'ladi mashinamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, narxini sizlar uchun 173 million so'm atib qo'yib beramiz. Ustunda kelib ko'rib, naq bo'ladigan bo'lsa, yana savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. Yana motor qismi. Shu antifriz bachok aytadi mashina sostenasida o'zi so'lab beradi. Necha kilometr yurganini shundan bilib olsangizlar ham bo'ladi. Malibu'ning balasi deymi? Dizayni вообще chiroyli ishlangan lekin derski mashina. Ham yurishlaridan вообще gap bo'lishi mumkin emas. Endi haydab yurgan, yaqin donishlarida bo'lgan insonlar bu mashina haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Вообще zo'r ishlangan mashina, to'g'risi. Xo'sh, narxini obunachilarimiz uchun chiroyli narx aytib beramiz. Bemalol telefon nomerlaringizdan bog'lanib, kelib ko'rib xarid etsangizlar bo'ladi. Agar avtokredit olaman desangizlar, faqatgina Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlaridan kelgan mijozlarimiz uchun boshlang'ich to'lovni 35 million so'm bersangizlar, oylik to'lov 4 million so'mdan 5 yil muddatga chiqadi. Barter, kredit, naqd pul, ozroq yetar yetmasini durib berish varianti asosida bemalol kelib ko'rib savdosini qilib olib ketsangizlar bo'ladi. Ana kredit narxini aytib o'tdik. Naqd pul bo'lsa ustunda kelishtirib beramiz do'stlar.
Bemalol telefon nömrələrinizdən bağlanıb gələ bilərsiniz. Niyyət etdiklərə like basıb qoyunlar və həmmələrinizdən avtosiyal salonumuzda kütük qalamız və hazırda satıldan maşınlarımız azaraq qalğan. Bemalol satılan maşınlarımızda 2 sizdən nağd pula satıb alamız. Çıraylı nağda bağlanıb, gəlib, gözlüb, savdaları çıxılıb, pullarınızdan alıb gitsizlə bağlı. Əgər maşın alaman da bilən bu sizlərəm, misal şöyle bu maşınlarımız bu adam olsa, görəslər, gəlsib bərəm. Əgər bizə də yox maşın bu adam olsam, şöyle aldırstırıb bərəmiz, sataman deyib, aytıq qoğan insanların ikini zor nağda olanı savdasını qılıb, xəritəsi gitsizlə var. Sağ salamat bulunlar. Mənzilimiz Ürgənc Gülən yolu Sputnik Svetofor yanında caylaşqan. Bemalol gələ verəsdə.